Ye, Mirzomi? Xayriyat, seni ham ko'radigan kun bor ekan. Yaxshimisan, ha? Rahmat, soling yaxshimi? Kel o'tir. Yaxshi ham seni ko'radigan kun bor ekan, namuncha bu? Do'stlar davrasida ham yo'qsan, ko'cha-kuyda ham yo'qsan, telefonlaringga ham javob bermaysan. Do'stim, bu ko'ngilchanglik kursin, bu odamlarning dastidan ko'chada bosh ko'tara olmay qoldim. Do'stim, seni hech bunaqa holatda ko'rmagan edim. Ancha qadding bukilibdi. Do'stmiz bilasan. Ichingdagi dardingni menga ayt. Men senga yordam beraman. Vaqtida odamlarning hojatini chiqardim. Vaqtida qo'limdan kelgancha ko'nglini oldim. Hozir u odamlar telefonlarini ko'tarmasdan mazasini qilib yuribdi. Hozir aybim nima? U birovlarning o'rtasiga tushib, o'zimni chuqurga yotganimmi? Sodda do'stim, bo'larish bo'pti. Siqilma. Odamlar hozir birovning haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib ketdi. Seni muammoing meni muammoyim. Sen chuqurga tushib ketsang, men shunday qarab tura olmayman. Bu muammoni birgalikda hal qilamiz. Rahmat. Sendaqa do'stlarni boriga shukr do'stim. Sandanam, mandanam, undanam,